suvoq olmasak bo'lmasdi, juda ham ko'kilib ketgan edi. O'shaning uchun ham biz budjetimizdan ortib tashqariga chiqa oldik-ku. Jannat 7 eshigini pulni kiringlar hammanglar. Qilingan remont sizga ma'qul keldimi? Ma'qul keldi, oralarga qilsan. Biz sizni uyingizga kelishimizga sababchi bo'lgan uyda kimdir bor. Bizlarni kuzatib borayotgan odamlar bor. Отчет topshiramiz. Mana biz qildik va bunaqa sababchi bo'lganimizdan rosa xursand. Hovlidan boshlaymiz. Xona chekkasini abnali chiqib, oynalar akfa bo'ldi, kolonna bo'ldi. Hovlini boshqatdan bitta polni rekonstruksiya qildik. Bu eng yaxshi kачественныйsi garantiyasi bilan. Bitta ko'rgan yaxshi. Kelli ichkarida nima ish bo'lganini bitta ko'rasiz. Yuring. Salohamizni 4-sini inshaalloh o'zini izni bilan tugatdik. Deadline'imiz vaqtimiz 10-edi. Bugun 10 7mi, 8mi, 19mi? Bir haftaga kechikdi. 16 bugun 16-chislo. 16-chislo bilan yopamiz. Ozgincha kechikish bo'ldi. Qurilishda 10-15% kechikish bo'lishi mumkin. Bizda ham shunaqa holat bo'ldi, lekin ichkarida juda ham ko'p narsani qo'shib yubordik. Xudo xolasa, eski holatini qolib, mana shu bitta zamatat qilib qo'yib yuboringlar, jon akalar, iltimos sizlardan. Umumiy holatni ko'rasizlar. Men o'zim maza qildim. Juda ko'p o'zim ham bu yoqqa kela olmadim. Men ana qildim. Akam, Husan akam постоянный o'zlari profillarni qo'yib bordilar. Hamma istoriyalarni ko'rganlar ko'rdi. O'zi bilmaydiganlar uchun shu loyiha haqida bitta aytib ketay. Qisqa loyihasi uylanishga yoki turmushga chiqishga yoshga kelgan, lekin faqat uyini remonti uni to'sib turgan holati uchun korxona o'z hisobidan 50 million so'mgacha pul ajratib, o'sha pulni remont qilib beradi. U ikkita xona bo'ladi, lekin bu yerda hovlisini ham qo'shib yubordik. Pavazmoshni zo'r qildik, plus hovli ham qo'shilib ketdi. To'g'rimi Husan aka? Hovli qo'shilmasa bo'lmas edi, chunki ikkita xona chiroyli bo'lib qolib, manaqa bo'lib tursa, xullas holat bo'lardi. Qancha ko'p gapirgandan bitta ko'rgan yaxshi. Kelli ichkarida nima ish bo'lganini bitta ko'rasiz. Yuring. Xo'p. Hovlidan boshlaymiz. Patologda to'liq boshqatdan qilib Husan aka, siz gapirib bering aka. Bitta endi bir yog'ini qilib, bir yog'ini tashlab ketsa, xunuk bo'lib qolardi. Shuning uchun hovlini boshqatdan bitta polni rekonstruksiya qildik. Bu yerda bo'lgan ishlar shu mana patolog. Devorni ko'rgan bo'lsa, juda ham qiyshiq edi, 20 sm. Ya'ni bu yerda suvoq bilan chiqarish ilojisi yo'q edi. Ya'ni vaqtdan ham yutkazardik, sifatdan ham anaqa qilardik. Lutchi mana ip tortib tekis bo'ldi. Suvoqdan ko'ra ancha yaxshi yechim bo'ldi. Patologga uy egalari ham aka, iltimos patologga ham qo'ying, boshdan chiroyli bo'ladi. Iltimos qilgandilar. Shuni hisobiga ham qo'shib ketgansiz patologga. Yana bitta narsani so'rab keting. Akalar videoni ko'ryapsizlar, hozir dash ko'ramiz. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga qiziq. Ko'proq odam yetib borishi, hozir bitta like tugmasini bosib qo'ying. Ko'proq odam yetib boradi, u manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu patologlarni qildik, kolonnalar bo'ldi. Mana kolonnalarga ham bunaqa yechim qildik. Devorlarni polni suvoq qildik. Suvoq olmasak bo'lmasdi, juda ham ko'kilib ketgan edi. Hovlini polni gir aylantirib, kerak joylarni gipsokarton ustiga fu yopishtirdik. Kerak joylarni suvadik, kerak joylarni bo'yadik. Kolonnalar bor edi, kolonnalarga maxsus fasadni o'shani yopishtirib, qo'ldan kelgancha chiroyli holatga olib keldik. Patologlarni plastik olib keldik. Devorlarga travertin sepmadik-ku, shpaklovkani septirib, uni shu travertinga o'xshab surib yubordik. Xona chekkasini abnali chiqdik, dalish. Bu ana maqtanish bo'lib qolsa deb o'ylamay, biz hissa loyihasini boshladik. Uy egasini ham ko'rsatganimiz yo'q. Qilgan ishimiz maqtanayotganimiz ham yo'q. Prosta bizlarni kuzatib borayotgan odamlar bor. Ularga отчет topshiramiz. Mana biz qildik, biz topshirdik. Отчет nima uchun topshiriladi? Shunday topshirsa bo'ladiki, yo'q. Bu insonga motivatsiya beradi. Ya'ni biz kimnidir oldida javobgarmiz. Avvalo o'zini razoligi uchun qildik, lekin mana shu отчет topshirishimiz kerak biza. Deb iloji boricha chiroyliroq, iloji boricha cho'tkiroq qildik. Ana bu o'zimizga qo'yilgan bir bu nima desa bo'ladi? Bu o'zimizga qo'yilgan sizlarning oldimizdagi javobgarligimiz. Mana shu javobgarlikni ko'rsatamiz. To'g'ri Husan aka? Xo'p, bu tarafda polni qilga bo'ldi. Xo'p, oynalar akfa bo'ldi. Almashtirdik. Akfa emas, ammo profil boshqacha. Plastik profil bo'ldi. Firmasini bilayman. Biz ko'pchilik akfa deydi-ku. Kiramiz ichkariga? Kiramiz. Mana bu stullar kolonna bo'ldi. Taxtadan edi. Uni apshik qilib yuborishdi. Xo'p, bu tarafimizda devorimizda gipsokarton bo'ldi. Gipsokarton ustidan travertin qo'yib ichkariga kiramiz. Ichkarida zo'r yechim qilganmiz. Xo'p, eshiklar to'liq ikkita eshik almashdi. Ichkari bitta eshikni o'ziga qo'yib berdik. O'zinikini qo'yib berdik. O'rnini almashtirib berdik. Bismillah.
Shu yerda zo'r yechim bo'ldi, lekin Husan aka, shu yechim o'zi aytdi. To'xtang, men muammoni aytaman, siz yechimini aytasiz, bo'ptimi? Ko'pchilikning uyi mana shu holatda, navo holatda bo'ladi. Eshikni qo'yib yuborasizlar, navo bo'ladi. U navoni kim nima qilishini bilmaydi. Patologni buzib tashlaydi. Keyin yechim qila olmaydi. Husan akamiz zo'r yechim berdilar. Men gipsokarton qiling dedim. Bu gipsokarton qilsak Abbos Vaqtimiz ko'p ketadi. yana Xarajatimiz ko'payib ketadi. reyka qilishimiz kerak. Reyka qilishimiz kerak. Kelgan vaqtdan o'tkazib qo'y. Xullas ulgura olmas edik. Biza shu chetidagi qayirgan joyini o'zini oldikda, o'zini eski fanerasi qoldi o'rtadagi. Chetiga gipsokarton qilib, o'rtaga natijni tortib yubordik. Ya'ni natijni ham hozir bundoq qarasangiz, mana Gipsokartonga o'xshab turibdi. gipsokartonga o'xshab turadi. Hech kim natijani bilmaydi. Natijani bilayotgani cho'tga turibdi. Natijani har xil bo'ladi. O'zidan hid chiqaradigan o'z bo'lar ekan. Bu kishi eng yaxshi kачественныйsi garantiyasi bilan qilib berishdi. Zo'r. Shu okani ham baraka topsinlar. Profillarni обязательно отметка qilib ketamiz pastda. Yoki mana anaqa. Keling, men uni aytib ketaylik. Milliy mahsulotni har doim biz qo'llab-quvvatlaymiz. Nima uchun? Milliy mahsulot rivojlanganda narx tushadi, sifat ko'tariladi va o'zimiznikilar boy bo'lgandan keyin berishi ham ko'p bo'ladi. Ya'ni ko'pchiligi hissasi qo'shiladi, loyihaga o'xshab yaxshi bo'ladi. Mashaboylarni beminni tekinga Max Decor degi okalar, Bekzod, Mansur akamga taniydigan hammasini bilamiz. Katta minnatdorchilik bildiramiz. Akalar videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, addushi rahmat. Yaxshi ishdan to'xtamanglar, ishinglar bundan rivojlansin. O'zi nomer 1 ular. Shunaqa katta korxona, mana Max Decor, lekin shunda ham yana ham boshqa kichkina narsalarga ham e'tibor berishyapti. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin. Tak aka, mana patolog narxi. Ko'pchilik qiziq chunki uy shunaqa bordi. Razmeriga narxini bitta tushunib ko'ring. Kimdir qildirmoqchi bo'lsa, taxminan narxini bilsin. Mana qimmat emas ekan u. Men ham qildirsam bo'lar ekan. Endi gipsokardonni narxini bilsa kerak. Mana taxminan patolog eshitdik. Xo'p, 1,5 millionga bordim. shunaqa. 1,5 million. Yo'q, plus minus. 2 million bo'ldim. 2 millionga borgan. 2 millionga bordim. Mana shu holat keltirish uchun usta haqqalar bilan 2 million, 2,5 million bilan Shunaqa, usta haqqalari bilan bir 2,5 millioncha. bo'ldi. Taxminan shu mana patologdan mana shu patolog ketguncha 2,5 million bitkazib olasiz aka. Xona razmeri 3,5 ga 5,5 mi shunaqa. akalar usta kamgilar ham bu yerda qilish mumkin bo'lgan narxdan ham ancha past narx berishdi va addushi harakat qilishdi. Bitta usta kamgilar ish uchun ham hozir like bosib qo'ysangiz, menimcha ular uchun ham motivatsiya bo'ladi. Ketdik aka, nariga xonaga o'tamiz. Xo'p, bu yerda ham xushinaqa aka, eshiklarni almashtirdik, chiroq yig'di. Mashallah, ko'rinadi. Xo'p, betam. Bu yerda aboyi yana bir o'zgacha aboy bo'lgan. Bu yerda shu mana yo'qxonadagi eshikni bu yoqqa o'tkazib yubordik. Bu bitta turuvdi, bu yerda umuman eshik yo'q edi. Iltimos qilishdi, bu yoqqa eshik qo'yib. Eshik yo'q edi. Bu yerda umuman eshik yo'q edi. Bu yerdagi eshikni olib, bu yoqqa qo'yib berdik. Yo'q. Bu ichkari bo'lgani uchun alyumin bo'lsa ham, bu yoqqa o'rnini almashtirdik. Uyi issiqligi ham ancha issiq bo'lgan. Mana shu eshiklarning hisobiga, tashqi tarafdan izolyatsiya bo'lgan hisobiga ham ancha issiq bo'lgan. O'z devorlar ham qalin devorlar. Issiq o'tirgan devorlar, faqat shu ozgincha pastdan zax sezonman. Endi unga ilojimiz yo'q edi. Nima tegdi, nima edi? Tegdi pol. Taxtami tegi? Ha, taxta. Ha, shunaqa endi. Taxtani ustidan karolani tashlab oldik. Karolani ham ko'rasizlar akalar. Shu budjetimiz sig'ganini eng olisini oldik. Gilamchilarga yetib borsa va shu yerda ham zo'r gilam qo'ysak edik, вообще zo'r bo'lardi. Bitta musulmon uyga quvonch olib kirsak, juda ham ko'p manfaatli bo'lardi. Biz qo'limizdan kelgan budjet sig'ganimizni qildik-da, to'g'risida. Aytib ketdik. Maksimal. Soch mashitda yuragim achishyapti, lekin imkon qadar. Biz o'zimiz imkonimiz qadar qildik. Qilmagandan ko'ra shuni ham qilgan yaxshi edi. Mabodo gilamchilar yetib borsa keyingi loyihalarimizni, balki keyingi loyihalarimizni qilishlari mana kelmadi deysiz. Gilamni o'zini kimdir sabab bo'ladi. Max Decor aboychiga o'xshab qo'y, davay. Gilam qilib yubordisa, nima o'lida? Ishtima ketdi. Zato pulga quvonch olib beradi. Ulardan qilib berishdi, chiroyli qilib. Lustra ham Max Decor. Ha. Rostlam akalar. Lustra galagerlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. O'shaning uchun ham biz budjetimizdan ortib tashqariga chiqa oldik-da. Yana ham ko'p xursandchilik bo'ldi. Uy yoqqan bo'lsa akalar, bitta yana like tugmasini bosib, fikrlarni kommentarda qoldirasizlar. Yo'qsa chiqamiz, tashqaridan ozgincha bir gaplar Bizning loyihamizda ishtirokchini yuzini olib chiqamiz, lekin orqa tarafdan turib, "Ha, men gapirib beraman" desalar, jonli chiqaramiz va hozir Dilshod degan o'zlaridan oldin Dilshod aka qilingan remont sizga ma'qul keldimi? Ma'qul keldi, Alloh rozi bo'lsin. Ha, aka kamko'zlar bo'ldi. Biz o'zi bilib turibmiz. Videoda ko'rayotganlar bilyapti. Ulardan siz rozi bo'ling. Roziman.
qo'limizdan kelgancha byudjetimizdan kelib chiqqan holatida qildik. Keyingi loyihalarimizda balki o'sha boya aytgandek nima uchun biz targ'ib qilamiz? Zo'r bo'lsin, idealni bo'lsin. Tashqi atrof landshaftchilar qo'shilsin bizaga, kafilchilar qo'shilsin bizaga, xuddi abochilar Max Decor qo'shilganda yoki bo'lmasa gilamchilar qo'shilsin deb zo'r qilib chiqib ketdik. Birinchi loyihalarimizda faqat birinchi loyihamizni qatnashganlar balki ko'rib turishgan. Faqat uy ishini qilib berganmiz. Ikkinchisida ham shunaqa qilib berganmiz. Uchinchisida tashqi tarafini ham ozgincha qo'shganmiz. Bu safar xudo xohlasa tashqi tarafini ancha qildik. Kolonnalar, obnalichkalar, abramniyalar, fugalar qilindi, aka. Sam gapiring. Endi shu qo'ldan kelgancha maksimal harakat qildik. Bizani ham ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilsin deb. Ishlagan bolalardan ham Alloh rozi bo'lsin, ancha tushunib, shu yerda harakat qilishdi. Chiroyli qilib bitirib berishga. Endi kamchilik, anaqa ish bor joyda bar kam ko'sti bo'ladi baribir. Kam ko'stlarni agar Xudo xohlasa shu ekan aytsalar, muammo yo'q. To'g'rilab ketamiz. Biz sizni uyingizga kelishimizga sababchi bo'lgan uyda kimdir bor. Kimdir o'tirib duo qilganini so'ragan. Biz shuning uchun bu yoqqa keldik. Bitta iltimos qilaman, oiladan o'sha kim remont so'rab duo qilgan bo'lsa, shu odam bizani ham haqqimizga, orqada turgan o'shaning operatorlarning haqqiga, ustarakam haqqiga, bizani korxona shu hissa qo'shgan, o'sha hissa qo'shganlarning hammasi haqqiga iltimos aka, duo qilib qo'yishsin bizani ham. Endi hozir biz chiroyli qilib duo qilib, shuni tugatib qo'yamiz loyihamiz, maylimi? Xo'p, aka. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم nima niyat qilgan bo'lsa niyatingizga yetaylik Allohim. Bundan ko'p narsalarga yetishinglar Allohim. Bizga beringlar, biz sizlarga ming bersin Allohim, sizlarga ming bersin Allohim. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatingizga yetaylik Allohim. إنما الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر rahmat katta. Alloh razı olsun. Rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. To'ylarga chaqirasiz. Xudo xohlasa. Kelamiz biz. Xudo xohlasa. Rahmat. Rahmat. Xizmatli bo'lsa, ertaga o'tdingiz. Inshaalloh nasib qilsa, ro'zada anaqa qilmoqchimiz ozgincha iftorlikka chaqiramiz. Alloh nasib qilsa, Xudo xohlasa. To'yimiz Xudo xohlasa mana shu yil Alloh nasib qilsa o'shani ham sizni chaqiramiz. Inshaalloh. Inshaalloh nasib qilsa. Kelamiz hammasiga. Xudo xohlasa okina. Kutaman sizlarni. Xudo xohlasa. Lekin uyga zo'r qilib berdingiz aka. Ko'nglimdagi qilib berdingiz okina. Rahmat. Odam mana sababchi bo'ldik. Va bunaqa sababchi bo'lganimizdan rosa xursand. Rahmat. Lekin ustakalar ham yaxshi, rahmat. Zo'r qilib berishdi. Yana qilishdi. Malades, rahmat shunchalik. Otalar baxtiga, saodatli bo'lsin. Jannatda birga boraylik, Xudo xolasa. Shu akigina. Rahmat aka, ruxsat akigina. Rahmat akigina. Akigina, rahmat.